Assalomu alaykum, qadrdonlar. Toshkent shahriga yetib kelganmiz. Xudojniklarning ishiga bitta baho beringlar. O'zi ham mana shu 60 kvadrat joy ekan. Mana shu joyni o'zini 2,5 oyda bitirishibdi. Toza qo'l mehnati. Bitta baho berib bersa, har bitta detaliga 2 tami 3 ta usta jalb qilingan. 2,5 oyda bitirishibdi. Shu devorni 60 kvadratni o'ziga $15,000 pul olishibdi. Hoy, odamlarga ham pul hech nima emas. Endi uyni ko'ringlar. Tevaga qaraganda o'zi ham bo'yini olib ketyapti. Juda ham chiroyli bo'lgan. Har bitta shu videoni ko'rayotgan insonga albatta eng kamida shunaqangi uylardan nasib qilsin. Ota-onamiz albatta arziydi, bola chaqa arziydi, shunaqa uyda yashasa, xudo xolasa, har bitta insonga shunaqangi uylar nasib qilsin. Biz hozir Qo'qonlik bolalar, Buvaydalik bolalarda travertin hamda sokil xizmatini qilib berishgan ekan bu uyga. Xudo xolasa 2 oy vaqt ichida 1,5 kvadrat fasadni bitirib berishibdi. Ya'ni travertin hamda sokil xizmatini 2,5 oyda bitirib berishgan ekan. Juda ham chiroyli bo'lgan, xudo xolasa. Endi shu Qo'qonlik bolalarni toshkentlik aka-ukalarga yoqyapti ekanki, mana ishonch topshirib qilib berishibdi. Juda ham chiroyli bo'lgan ekan. O'zi ham ko'ringlar, mana usta akamiz. Assalomu alaykum. Endi bu tomonda hozircha uborka ketyapti ekan. Yana ichkarida bitmagan joylari bor ekan. 5 tami 6 ta brigada ishlayapti. Travertinga alohida, ichkari xudojniklar alohida, remontga alohida odamlar ishlayapti ekan. Endi bu tozalashyapti. Endi sizlarga qisqacha bu yerda tozalab, chiroyli qilib ko'rsatamiz hozir, ya'ni tozalab qo'yilgan sizlar uchun ko'ringlar degan maqsadda. Xo'p, birinchi o'rinda usta sokildan boshlasak. Bu granitmi yoki galaxymi? Bu aka Galaxy tosh. Galaxy tosh. Chetdan kirib keladi. Tabiiy tosh. Sifati. Xo'rozxon chet eldagi sotib olganlar endi. Mayli. Kimga qanaqa? Lekin qadrdonlar juda boplab olishibdi lekin bu faskalari ham bilmayman 10 qator shekilli mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bitta. 10 bitta. 10 bitta faska tushgan. Faskasini necha pul qilinyapti? Faskasi aka $2. Faskasi $2 metrichi. Metri $15 aka. $15. Oy, kalkulyator ham anaqa chiqib qoladi, boshqacha yozuv chiqib qoladi. Bu endi aka $15 deganimiz tosh juda ham yaxshi. Rangi o'zgarmaydimi? Rangi o'zgarmaydi. 100% quyoshga ham, rangi o'zgarmaydi, hech nima. qorga ham hech narsa bo'lmaydi. Tashlab yubormaydi. Tabiiy narsa. Tashlab yubormasligi uchun nima qilish kerak orqasidan? Buni aka tashlab yubormasligi uchun orqasiga izolyatsiya surkaladi. Karkas to'qiladi. Izolyatsiya surkab, orqasiga sim qadar chiqiladi toshga. Suxoy terib olinadi. Suxoy teriladi. Terib, orqasiga rastvor quyiladi. Rastvor quyiladi. O'shanda tushib ketmaydi. Baquvvat. Ya'ni tagidagi beton ham granit bo'lsa granit yoki o'sha galaxy tosh bo'lsa o'shani ushlab qoladi. Ushlab qoladi. Ya'ni buni tushunishim bo'yicha mana endi mashina orqasidan ya'ni aroqcha otishadi. O'sha aroqchaga simni o'tkazib, orqasidan yamab turib, duvalga qatirib qo'yishadi. Shu bilan turaveradi. Turadi, tushib ketmaydi. Zo'r. Demak, hozir 1 kvadratda usta xizmati hamma yo'g'i bilan qancha bitdi? Qanchaga bo'ldi? Общий bitishi mana shu holatga kelguncha usta xizmati hamma narsasi ichida bo'lib $110 bo'ldi. Voy. Qancha? $110. $110. Material ham arzon emas-da bunda. Galaxy bo'lgani uchun. Bu toshni o'zi kvadrat qimmat ekanda, o'zidan ishda. Kvadrat qimmat. Bu toshda har bittasini chaqlab chiqiladimi? Har bittasi chekkalari shunaqa o'zi shunaqa keladimi? Yo'q, har bittasi qo'lda, bolgarkada, mana shunaqa pastga qilib chiqiladi. Mana dumaloqlar qo'lda chaqlab chiqiladi. Chaqlab chiqiladi. Qo'lda. $110 dan. $110. Granit bo'lsa arzonroq yuradi. Granit bo'lsa anchagina arzonroq yuradi. Granit, Xitoy granit bo'lsa ancha arzon bo'ladi, O'zbekiston granit bo'lsa undan ham ancha arzon. Usta xizmati lekin O'zbekiston granitmi, Xitoy granitmi farqi yo'q, o'sha narxda turadi. Chunki bular faskasiga, metriga olishadi. Qanaqa material olib kelib beradigan bo'lsangiz, o'sha materialni yuzga qilib berishadi. Talabga qarab turib anaqa chiqaveradi. Zo'r. Endi travertinga o'tadigan bo'lsak, qadrdonlar, mana bitta obzorni qilib beramiz. Ko'ringlar o'zlaring mana. Lekin yorib olishibdi. Birinchi kelganimda bitta ko'rsam hovlini havas qildim mana. Sizlar ham havas qilgan bo'lsalaring like bosinglar albatta. Kanalga obuna bo'linglar, xudo xolasa.
O'zbekistonda liboy ishlab chiqarish joyi bo'ladigan bo'lsa, barchasini yoritib beramiz inshaalloh. Chaqirishadi, boramiz. Sizlar uchun arzon ustalar, ya'ni arzon ishlab chiqarishlar, sifatli hammasini chiqarib boramiz xudo xolasa. Demak, hozir travertinga mavzusiga qaytadigan bo'lsak, mana shu holatda bo'lgan. Usta boshidan aytaylik, mana shu holatga kelishiga 1 kvadrati usta xizmati, lesa, materiallar hammasi necha pulga bitdi? 1 kvadrati. Endi aka bu uchastkamizda mana ko'rib turibsizlar, hamma joy qir, bunaqa hali Tekis joy yo'q. Tekis joy yo'q haqiqatda. Keyin shuni hisobiga bu yerda ozgina qimmatroq, loylarni ham zakazga sexdan suvga chiqarilgan. Uyda egasiga shunaqa narsa yoqdi. Polni zakazga chiqilgan. Bu yertimizda kvadrati ekan, polni bitishi $14. Hay. $14. Yo'q, endi misol hali talabga qarab deydi-yu. Albatta. Talabga qarab qilingan. Misol o'rtachalarni ham qildik, hamyonbopini ham qildik. Hammasini qilib ko'rdik. Lekin mana shuni tanladi o'zi. Lekin bu farqi bor. Demak, $14 ga usta xizmati hammasi ichida. Hammasi ichida. Endi yana bitta narsa aka. Hozir birinchi ko'rgan odamga bat tiyaganmikin ham deb o'ylaydi. Siz devori qanaqa holatda edi? Bu aka polni mana tiyagalar ham, nimalar ham, mana bular ham hammasi sementovoy tiyaga. Sementovoy chiqarilgan. Ha, qumshuvoqqa chiqib, mana shunaqa figura berib chiqilgan o'zi asli. Figura berib chiqilgan. Sizlar buni ustidan necha sloy travertin tortdilar? Buni ustidan aka 3 sloy travertin, 1 sloy tortdik, 2 sloy sepdik. Ha, 1 sloy tortiladi, 2 sloy sepiladi. 2 sloy sepiladi. Ustida 2 sloy polirovka bo'ldi. 2 sloy lak bo'ldi. Lak ham qanaqa? Misol bitta urib turib, orqasidan reska urish yo'q. 2 kun o'tkazib yuborib uriladi. Chunki birinchi sloy qurisa yaxshi bo'ladi. Agar sirasi uraydigan o'zini holatiga qilsa, ya'ni ochiq havoda qursa yaxshi bo'ladi. Juda ham yaxshi. Demak, hozir 3 sloy travertin, 2 sloy polirovka, 2 sloy lak qilingan. Endi bu lakni qanaqasini ishlatgansiz? Qattiqini ishlatgansiz? Lak aka Turkiya firma. Turkiya firma. Betek. Bitek. Biz bilganlar biladi. narsa yo'q aka, bitta hammasi. Uyda egasi o'zi arzon narsa yoqmas ekan shekilli. Shunaqa arzon narsa olib kelsangiz sirasi yo'qadi deydi. Yo'qadi deydi. Shunaqa mana bitlarimda ko'rsating, tosh mana, kak o'sha travertin toshga o'xshab chiqarilgan. Polni hammasi. Yana bitta narsa, mana xudojniklar ishlagan ekan, mana shu narsani, mana shu narsani aytdim haliginda, boya aytdim, $15,000 ga mashina o'zini bitkazishgan ekan dedim. Xuddi shuni mana bu uyning ichidagi ana ustalar xuddi o'sha sevib turgan joyga arka qilishyapti ekan. 2 oyda bitgan ekan. 2 oyda bitgan ekan, keyin uyda egasi kelgan, yoqmadi, buz degan. Ya buzmay qo'yaylik desa, yoqmadi menga. Buz debdi. Keyin buzishgan ekan, Buzishdi. Buzishib mana yana 1 kunmi 2 kun bo'libdi, yana boshlashyapti ekan. Zo'r. Nima ham deymiz endi. Hammani shu kunlarga yetkazsin. Lekin mana buni ham ko'ringlar mana. Mana shunaqa holatda ham qilib berishadi. Mana. Bu tomonda endi sharshara bo'ladimi, bilmayman nima bo'ladi. Xullas kalom akalar, travertin $14 dan mana shu holatdagisi chiroyli qilib berishadi. Usta xizmati, lesasi, bunga endi shoti deydi, vodiyda shoti deydi, Toshkentda lesa deydi, o'z ruschasiga lesa, shoti bo'ladi. Keyin material, barcha mahsulotlari ichida. Faqatgina siz kvadratiga pul to'laysiz. Mana shu holatda figurali bo'ladigan bo'lsa $14 dan. Agarda uyingizni mana bunaqangi splashnoy qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqangi uyingiz devori, mana shunaqa devori splashnoy mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa $8 dan 2 sloy travertin, 2 sloy lak qilib berishadi. O'sha tayyor bo'lishiga $8 dan pul to'laysiz. Mana shu holatda kelishiga $8 dan pul to'laysiz. Bu. Endi figurali bo'ladigan bo'lsa $14 dan pastroq ham bo'ladi, arzonroq ham bo'ladi, qimmatroq ham bo'laveradi. Endi talabga qarab aytganimizdek. Sokol Galaxy toshdan bo'ladigan bo'lsa $110 dan tayyorlab berishadi metriga. Albatta, faska, maska mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa shu pulda, shu narxda chiqadi. O'zbekiston bo'ylab xizmat bor. Bor, O'zbekiston bo'ylab. Narx o'zgaradimi, o'zgarmaydi? Narx hamma joyga bir xil. Bir xil narx bular. Misol biz hozir Toshkent shahridan video, Yunusoboddan video qilayotgan bo'lsak, voha bor aka. Jizzax, Samarqand, Nukus, Qoraqalpoq, shunga o'xshagan joylar bor. Vodiy bor, Andijon, Namangan, Qo'qon, Toshkent, shu joylarga ham bir xilda. 12 ta viloyatga narx o'zgarmaydi. Bir xil, narx o'zgarmaydi. Misol uchun mana
Endi mana bu yerga lesa kerakli deylik. Qo'qonli ustalar. Lesani Qo'qondan olib kelishmaydi-da. O'sha qayerdan bo'lishadigan bo'lsa, telefonlashib topib, lesani olib kelib, arendasini ham pulini o'zlari berishadi. Arendasini ham o'zlari pulini berishadi. Lakini o'zlari olib kelishadi. Travertin, instrumentlari hamma yo'q o'zida. Hozir shunaqa ustalar ko'payib ketdiki, hattoki meni o'zimning uyimda ishlashganda ustalar shpatili bormi yo unaqa valisi bormi, kerak bo'lsa metrigacha olib kelib bergan kunim bo'lganda, endi hozir unaqa qilish hojati yo'q. Aka-ukalar, qurilish qilish oson emas, remont qilish oson emas. O'shaning uchun tayyor puliga, tayyor bitishiga pul bering, bo'ldi. Bosh og'riqsiz, albatta. Aloqa chiqishingiz mumkin. Ekrandagi nomerlarga uyda havas qilganlar, lekin like bosib ketinglar, sog' bo'linglar.